ko'pchilik qidirgan, lekin ko'pchilik topolmayotgan narsa. Aka, bitta tushuntirib bering shuni. Antiskachok buni vazifasi kotelga qo'yadi, Xo'p. xolodilnikka qo'yadi, televizorga qo'yasiz, qo'yasiz, konditsionerga qo'yasiz. Bu naryodagi kelgan tokki kotelga ziyon yetkazmaslik uchun qo'yiladigan narsa. Kuyib qolmasligi uchun ishlatiladigan narsa. Ishlatiladigan narsa bu. Buni Nechi pul? puli 97600 so'm aka. Arzonmi, qimmatmi bu? Arzon bu. Arzon, 97600 so'm arzon. Keyin mana bunaqa modeli ham bor. Bu Xo'p. qimmatga tiqiladi. Buni xonadonga qo'ysangiz ham bo'ladi. Xonadonga qo'ysa ham bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Buni. Videodagi akaga hech qanday negativ gapim yo'q. To'g'ri aytyaptilar. Kuchlanish relesining foydasi juda katta. Faqat original va sifatlisi bo'lsa, videoda ko'rsatilgani Zuburni qalbakisi. Eng yaxshi kuchlanish relesi ham Zuburga o'xshab 20 millisekundga o'chirish, sinusoid 0 nuqtaga kelganda yoqish kabi funksiyalarga ega emas. Shuning uchun ham Zuburni qalbakisi ko'paygan. YouTube sahifamizga real test qilib video joylaganmiz. Originalda 20 millisekund atrofida o'chirsa, qalbakisida 700 millisekundga boryapti. Bu juda katta farq. Kuchlanish keskin o'zgargan holatlarda himoya qurilmasini qanchalik tez ishlasa, texnikani saqlab qolish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 20 millisekund va 700 millisekund orasidagi farq esa o'nlab martani tashkil etadi. Ya'ni siz qalbaki Zuburni sotib olib, kuchsizroq himoya emas, balki elektr shtingizga qo'yiladigan o'yinchoqni sotib olasiz. Original Zubur Ukrainadagi ixtisoslashgan zavodda ishlab chiqariladi va yuqori hamda past kuchlanishlarda, shuningdek turli avariya holatlarida sinovdan o'tkaziladi. Shuning uchun ham original Zubur arzon bo'lishi mumkin emas. Siz korpus uchun emas, texnikaning haqiqiy himoyasi uchun pul to'laysiz. Qalbaki Zuburni aniqlashning eng oson usuli seriya raqamiga qarash. Zubur kuchlanish rellarida hammasida seriya raqami har xil bo'ladi. Hammasiniki o'ziniki, xuddi pulga o'xshab. Shtrix kod emas, ana bu seriya raqami. Bundan boshqa xil, bundan boshqa xil, modeli bir xil. Bu haqda YouTube sahifamizga batafsil video qilib tushuntirganman. Original Zuburni rasmiy distributordan xarid qilish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.